It's mind-blowing. What I've seen today, Bu yerda ko'rganlarim haqiqatdan ham aql bovar qilmaydigan darajada hayratlanarli. Men bugun guvoh bo'lgan manzaralarni boshqa hech qayerda uchratmaganman. Markaz ichidagi har bir detal, har bir bo'limga berilgan e'tibor nihoyatda nafis va aniq maqsadli tashkillashtirilgan. Men uchun yangi madaniyatlar, yangi mamlakatlar bilan tanishish doimo qiziqarli. O'zbekiston esa o'zining boy, chuqur va juda jozibali tarixi bilan alohida ajralib turadi. Bu yerga taklif etilganim, mamlakat haqida ko'proq bilish imkoniga ega bo'lganim men uchun juda katta sharaf. Buning uchun samimiy minnatdorlik bildiraman. Bu tashabbus menimcha juda ulkan ahamiyatga ega. Markazni ko'rish menda juda katta taassurot qoldirdi. Men O'zbekistonda bir marta bo'lganman va o'sha paytdanoq bu yurt menga juda yoqqan edi. Mana ikkinchi bor kelishim. Bu safar madaniyatni yanada yaqindan anglash, xalq va mamlakat haqida ko'proq ma'lumot olish uchun ajoyib imkoniyat bo'ldi. Ko'rgazmalar ham juda yuqori darajada tashkil etilgan. Bu yerda qo'llanilgan texnologiyalar, materiallar va yondashuv barchasi o'ziga xos va o'zgacha. Markazda O'zbekiston tarixining yirik bir bo'lagi mujassam ekani yaqqol seziladi. I can definitely feel that there's a big part of Uzbekistan history here.